إذا ما تراك الأسى والوبال وظن الفؤاد الخلاص محال توجه إلى الله في مسجد وردد Bismillahirrohmanirrohim. Bugun 2025-yil 19-oktyabr haftaning yakshanba kuni. Alloh taoloning fazl va marhamati ila biz G'azo shimolidan majburan ko'chirilgan, qochqinlikda yashayotgan oilalarga yordam berish maqsadida insonparvarlik loyihalarini davom ettirmoqdamiz. Bugun inshaalloh G'azo shimolidan majburan ko'chgan va boshpana topolmayotgan bir oilaga chodir sotib olib, uni o'rnatib bermoqdamiz. Bu oila o'nlab, balki yuzlab muhtoj oilalar qatoridan sanaladi. Imom Buxoriy vaqfiga hamda Bekobodlik birodarga tashakkur aytamiz. Alloh taolodan shu og'ir sharoitda ular G'azo ahliga tayanch va yordamchi bo'lishliklarda davom etishliklarini so'raymiz. Chunki hozir yuzlab oilalar shunday chodirlarga muhtojdir. Biz esa qish fasliga ham yaqinlashib kelmoqdamiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. على فصل الشتاء بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير. وبالله دوما يطيب الوصال وبالله